Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. 5-iyul kuni bizni onlayn formatdagi darsimiz boshlanadi. Onlayn formatdagi darsimizni qanday qulayliklari bor? Birinchidan, bu darsni siz qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. Tushunmaguningizcha va kerak paytida to'xtatib, konspekt yozib, yana qaytadan ko'rib, sal oldinga o'tkazib, yana ko'rib, ya'ni tag-tagi bilan yaxshilab tushunmaguncha qaytarishingiz mumkin. Bir. Ikkinchisi, o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda dars qilasiz. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, bemalol uydan chiqmasdan mana shu darslarni, o'zingizga yoqqan darslarni bemalol ko'rib, o'rganib va foydasini, natijasini olishingiz mumkin. Darsimiz 15 kun davom etadi. 15 kun davomida muntazam ravishda siz ana shu darslarni ko'rib borasiz, bajarib borasiz. Albatta sizni kurator kuzatib boradi va uy vazifalarini har doim tekshirib boradi. Shuning uchun onlayn o'tar ekanman-da, bemalol ekanman degani yo'q. Odam o'z ustida ishlamasa bo'lmaydi. Tartibli bo'lmasa bo'lmaydi. Kurator sizni mana shu onlayn darslarni, uy vazifalarini qanday qilib boryapsiz, qanday tushunib boryapsiz, shularni hammasini nazorat qilib boradi. 15 kundan keyin esa, dars tugagandan keyin esa yana uy vazifasi bo'ladi. Yana kamida 25 kungacha uy vazifasini qilasizlar. Umumiy vaqt 40 kun bo'ladi. 15 kun onlayn dars va 25 kun bu uyda o'zingiz uy vazifalarini bajarasiz. Chunki olingan natijalarni mustahkamlash kerak. Odam o'z ustida ishlamasa bo'lmaydi. Uning sog'ligi, uning ilmi, uning qadr-qimmati faqat odamning o'zida. Agar odam o'z ustida ishlab, shu ishlashdan to'xtamasa, Xudo xolasiga borgan sari uning sog'lig'i ham yaxshi bo'la boshlaydi, martabasi ham baland bo'la boshlaydi, ilmi osha boshlaydi va yashayotgan hayotidan o'zi mamnun bo'la boshlaydi. Demak, 5-iyul kuni onlayn darsda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.